Ulug' so'zlarni tilga olgan vaqtimizda ana vatan, ana tuproq deb ana so'zini tilga olamiz. Bir ananing beshidan o'tgan kechirmish hikoyasi boshlandi. Telefon qarab o'qib beraman. Men atsiz 3 o'g'ilni beqib cho'ng qildim. Boshqalarning uyida xizmat qilgan vaqtim bo'ldi. O'zimning ipkitimni saqladim, analigimga dog' tushmadim. O'g'illarim cho'ng bo'ldi, o'lingandan keyin uy ayirib bo'lak tug'an bo'lsak deyishdi, ma'qul dedim. Ballalarim oldi keyin ulab uy arib chiqib ketdi. Başta haftada bir keladigan ballalarim asta uy keladigan qadam azab oyda bir qatam zo'lab meni ko'rgin keladigan bo'ldi. Bir kuni o'zimniki jiq bo'lmagan mirosni qandoq o'ylash to'g'risida ballalarimni sinab boqib keldi. Cho'ng o'g'limning uyiga bordim. Uyga berib ishdan cheginimda kelin zo'rg'a kulimsirab kelin ana deb kutib oldi. Bosh kuni cho'ng o'g'limning uyida qunab qoldim. Attigini turib, attiganlik nashta o'ttirdik. O'zim ishlayotgan chayni qassallik bilan o'tda g'ayrim to'kab qo'ydim. Bu men qilgan bir hiyla edi. Nashta qilib bo'lgandan keyin kelinimdan kechirim so'radim. Qizim qapimman, qiriliq bir kesel chaplashdi. Kichik tartim tutanmay o'tda g'ayrimda o'rnimni mehnat qilib qo'yaptimi. Bu gap shunda og'zimdan chiqdi, anglamagan gapim qolmadi. Qattiq haqoratlab ig'ir gaplarni yuzimga soldi. O'g'limdan sado chiqamikin desam hech qanday demasdan xotinning og'ziga qarab turdi. Ko'nglim shunda og'irdi, u yetmagandek o'zim o'tda g'ayrimni kelin o'zimga jo'dodi. O'zim choy to'kib o'tgan narsani juyib uydan chiqib ketdim. Bir necha kundan keyin ikkinchi o'g'ilning uyiga bordim. Ikkinchi o'g'ilning uyida men shu ishni yana qildim. Choy ichayotganda nashta qilayotgan choyni o'rnimga to'kab qo'ydim. Kelindan kechirim so'rasam, kelin qattiq yaqqanmadi. Lekin o'g'lamni chaqirib yandi ko'yga chirib o'g'lamni qattiq tilladi. Anang unda, ana bunda deb tillasa meni anglab turdi. O'g'lam anglab turibdi, lekin anam bir mehmon bo'lib keldi degan gap o'g'ilning og'zidan chiqqani yo'q. Beshini egib cho'ng gunoh qilib qo'ygandek xotinning gapini anglab yaqqanmay turdi. Ko'nglim og'rib bu yerdimmi ketdim. Oradan bir necha kun o'tib 3-o'g'ilning uyiga bordim. 3-o'g'ilning uyida men shu ishni takror qildim. Ishlayotgan chayimni o'rnimga to'kab kelinimdan kechirim so'rasam, ikki kelinde anglamagan gapni bu kelinde angladim. Ana, xijil bo'lma. Men sizning xizmatingizni qilaman deb kelin bo'lganman. Mening erimni tug'ib o'zingiz beqib cho'ng qilgansiz. Bir vaqtlarda bizning erlarimizning cho'ng kichik tartini siz tozalagan. Xizmatini siz qilgan. Men ham sizning xizmatingizni qilmay xijil bo'lmang deb suv to'kkan yana Pokiston tozaldi. Yuragimdan attab chiqqandek bo'ldi. 3 dona o'g'il tuqqan ekanman, bularning o'g'il bolasini endi ko'rgandek bo'ldim. Uydan chiqib ketayotganda kelinimga rahmat aytdim. Hamda uning barmoqining o'lchimini so'radim. Barmoqining o'lchimini bilgandan keyin udul zagaxonaga bordim. Yanimdek pulga uzuk teshikni yasatdim. 3 o'g'limni aylanglar bilan kelinglar deb uyga taklif qildim. Kelinim bilan o'g'illarim uyga keldi. Chegandan keyin o'g'illarim qarab, "Dadisi sizdan cho'ng qilganim esingizda bormi?" "Ha, esimizda. Ko'ksimni buloq qilib sizlarni emgizdim, cho'ng qildim. Boshqalarning uyida xizmat qildim. Cho'ng qilib sizlarni voyaga yetkazdim. Dadisi bor bolalardan sizlarni kam qilib o'stirganim yo'q. Sizlarning uyiga bordim" dedim cho'ng o'g'il qarab. "Men kasal emas, saqman. Tartimni tuta olayman, inkosini qarab uchun chayni o'tlagan joyimga to'kdim. Ayolim meni tillaganda bo'lsa-mu, onam deb bir og'iz gap qilib oldiga tushaligining yo'q. Ko'nglim og'rib uyangdan ketdim, u yetmagandek o'zimning o'rnini jo'g'izdim. Ikkinchi o'g'lim qaradim. "Sening ham uyangga bordim, sendan bir yaxshilik ko'ramanmi?" dedim. Ayoling men qattiq yaqqanmagani bilan sen qattiq yaqqildi. Onam deb bir og'iz gap qistiraman. Ko'nglim og'rib ketdi. 3 dona o'g'il ko'rgan ekanman, men o'g'il bolasini 3-o'g'ilning uyida bildim.